Assalomu alaykum do'stlar. Hammalaringga xayrli kun. Bugungi ish jarayonlarimizda ozgina lavha ko'rsatishga harakat qildim. Bir ko'rib baho beringlar. Xo'p, tashqaridagi yasab qo'ygan tayyor mahsulotlarimiz zakazga faqat bular romlar razmerlari 2 metrga 1.55 bo'lgan. Xo'p, eshiklar 1.10 ga 2.25 bo'lgan. Xo'p, bu yerda yana 1.77 ga 1.55 lik romlarimiz bor. Xo'p, bular hammasi zakazga yasalgan. Narxi necha pul deydiganlar uchun, xo'p, narxi razmeriga qarab bo'ladi asosan. Xo'p, mana shu 2 metrga 1.55 razmerdagi ikkita ochiladiganlik palagon melari bilan bo'ladigan bo'lsa, gideta 2 million atrofida plus minus chiqadi. Xo'p, oq bo'ladigan bo'lsa, oq 2 qanotli eshiklarimiz 2 million atrofida, bu ham 2 qanotli eshik. Boring 1.20 ga 2.40 gacha razmerdagisi shunaqa chiqadi. Xo'p, ichkarida ham shu oq eshiklarimiz ilinish jarayoni. Albatta, ustalar shtativlar bosilyapti, aylanishib turadiganlari. O ba'da ustalar, shogirdlar bosh-boshini qo'yish jarayonida. Kimga qiziq bo'lsa, murojaat qilasizlar. Telefon nomerlarimiz WhatsApp, Telegram hammasi ishlaydi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin.